2025 Chevrolet Spark 2 yangi avlod shahar avtomobili sifatida mukammal qulaylik, tejamkorlik va zamonaviy texnologiyalarni birlashtirgan model sifatida taqdim etildi. Ushbu model kichik o'lchamlarga ega bo'lsa-da, unda katta imkoniyatlar mujassam. Chevrolet kompaniyasi Spark 2 ni ayniqsa yosh haydovchilar va oilaviy foydalanish uchun mos tarzda ishlab chiqdi. Uning tashqi ko'rinishi zamonaviy dizayn uslubida, o'tkir chiziqlar va aerodinamik shakllar bilan boyitilgan. Old panjara yangicha shaklda bo'lib, LED faralar unga jozibali va energiyaga tejamkor tus beradi. Korpus ranglari xilma-xil bo'lib, xaridorlar o'z uslubiga mos rangni tanlashlari mumkin. Salon ichida esa minimalizm va qulaylik uyg'unlashgan. Rul boshqaruvi yumshoq, o'rindiqlar ergonomik shaklda tayyorlangan. Avtomobil multimedia tizimi bilan jihozlangan bo'lib, 8 dyuymli sensorli ekran, Apple CarPlay va Android Auto qo'llab-quvvatlaydi. Ichki yoritish va ovoz tizimi ham yangilangan. Har bir detali foydalanuvchi qulayligi uchun yaratilgan. Orqa o'rindiqlar bukiladigan bo'lib, yukxonani kengaytirish imkonini beradi. Bu esa kundalik hayotda juda foydali. Texnik jihatdan 2025 Chevrolet Spark 2 1.2 litrli benzinli dvigatel bilan jihozlangan bo'lib, u 85 ot kuchiga teng quvvat ishlab chiqaradi. Ushbu dvigatel tejamkorlikni ta'minlab, yoqilg'i sarfini minimal darajaga tushiradi. Avtomobil chift uzatmalar qutisi bilan uyg'un ishlaydi va silliq harakatlanishni kafolatlaydi. Shuningdek, yangi Spark 2 ekologik talablarni to'liq qondiradi va past chiqindi darajasiga ega. Xavfsizlik tizimlari orasida old va yon havo yostiqchalari, tormozni barqarorlashtirish tizimi, orqa kamera va avtomatik tormoz yordamchisi mavjud. Bu funksiyalar haydovchining ishonchini oshiradi va har bir safarni xavfsiz qiladi. Shu bilan birga, Spark 2 kichik bo'lishiga qaramay, mustahkam korpus strukturasiga ega bo'lib, to'qnashuv holatida yo'lovchilarni himoya qiladi. Yangi modelning narxi hamyonbop bo'lib, bu uni o'z toifasidagi eng arzon va eng samarali avtomobillardan biriga aylantiradi. Chevrolet Spark 2 asosan shahar muhitida tez, yengil va qulay harakatlanishni yoqtiradigan haydovchilar uchun mo'ljallangan. Uning kichik o'lchami to'xtash joylarida muammosiz manevr qilish imkonini beradi. 2025 yilda Spark 2 o'z segmentida katta raqobat yaratmoqda, chunki u sifat, texnologiya va narx muvozanatini mukammal darajada ushlab tura oladi. Agar siz arzon, ishonchli va zamonaviy avtomobil izlayotgan bo'lsangiz, Chevrolet Spark 2 aynan siz uchun yaratilgan. Shahar hayoti uchun ideal tanlov, yoqilg'i tejamkorligi bilan esa har kuni iqtisodiy foyda beradi. Videoni yoqtirgan bo'lsangiz, Auto Insights kanaliga obuna bo'ling va eng so'nggi avtomobil yangiliklaridan birinchilardan bo'lib xabardor bo'ling.